Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Aynik programmamizga xush keldinglar. Momentumin Uyg'ur efendim, siz hoş geldiniz. Rahmat, xush bulduk. Bugün hem de programı başlaştım burun. Bugün 5 fevral hem de G'olcu qirg'inchilik yüz bergan kun. Hem de mush sebepten vatanning davası, vatanning ozodlik uchun shahid bo'lgan qahramonlarimizga Allohdan rahmat tilaymiz. Hem bugün bugün aldığınlarga neçe vaqtim ben bu riyasetçilik qilishdan burun bu programda qatnashib kelayotgan, ammo men riyasetçilik qilgandan keyingi tunji mehmon bo'ladi hamda momentim. Siz hamda shu arab masalan islom ellariga shu Uyg'ur davosini anglatish, tushuntirish bilan shug'ullanib kelyapsiz. Hem de muş yakından yakı mesela Xitoyda bo'lgan o'zgarishlar bo'lsin yoki dunyodagi har qaysi yerдagi o'zgarishlar bu Arab Xitoy munosabatiga qandayroq bir ta'sir olib kelyotdi. Shu to'g'riliq bir qisqacha to'xtalib beramiz. Rahmat. To'g'ri qaytib qoldim. Aldı bilen sana internet azraq acizmi deb o'yladim. Yo'q. Xo'sh. Yaxshisizlar. Mening ovozim bormi? Ovozlar kelyapti. Tamam. Aldı bilen bu programga taklif qilganinglar uchun rahmat. Bugün yuqorida sizning deganingizdek G'oljuda 1997-yilisi o'ziniki issiq qonlari, o'ziniki bütün barliqini dog'i tikib turib, vatanimiz, dinimiz uchun, xalqimizniki shon sharafini ko'chalarga chiqib, shu zulmga uchrashini bilib turib, o'tirg'i o'zini tashlaydigan shu qahramon ajdodlarimizni takror duo, rahmat bilan eslaymiz. Alloh maqomini ustun qilsin. Xalqimizning ichidan yetishayotgan yoshlarimizni shu ruhni unutmay, shularning izidan takror shunda g'ayrat, shujoat ustida o'zini bag'ishlaydigan vatan millatga o'zini intilishini Allohdan tilaymiz. Endi kunimizda Arab-Xitoy munosabatlari intayin murakkab holatda taraqqiy qilib kelyapti. Dunyo siyosatlari o'zgarayotgan bu cho'ng kuchlarning o'tirisidagi munosabatlar bo'libmi Xitoy va Arab davlatlari islom ellarining ichidagi ko'rnarlik bir qancha vakil xarakterlik davlatlarniki favqulodda Xitoy tarafga bu aloqalarni kengaytirishi, taraqqiy qildirishi haqiqatan bizniki Sharq Turkistonliklarniki Uyg'urlarning haq adil davoyimizni sal endişelik selavatıdı. Hem de muşunda bir intayin inçke, intayin murakkab bir şaraiti yaşayıp salahiyetimizde durup, biz bu Xitoy-Arab munosabatlariniki qilib kelyapmiz. Buningki jumlasidan Arablarningki akademik sohalari, fikr qurilishlari, fikir ideologiya qurilishlari, tadqiqot markazlari degandek ve bundan başka üniversiteler, institutlar, her xil sahalarda Xitoy-Arab munosabatlariga qiziqayotgan sahaning odamlari Xitoyningki uzluksiz bu yükselishi iqtisodiy tarafdan emas, strategik tarafdan, askeriy taraflardan, hamma tarafdan taraqqiy qilishiga qarab turib, zade Amerika, Yevropadan qilib qolsa bizga kelgusida tayanish kuch Xitoy degandek shunda bir yo'linish bor. Ammo yo'linish bo'lishi bilan tang bu aloqaning taraqqiyoti bilan tang men har vaqt shuni so'zlab kelyapman. Mayli arabcha televizor programmalarga chiqsam yoki uyg'urcha, turkcha yoki har vaqt deb kelyapman. Qanchadan qancha Arab Xitoy munosabatlari, Xitoy islom ellari munosabatlari taraqqiy qilsa, bizning davoyimizniki, bizning haq adil davoyimizniki o'rni shuncha yukselyapti buning bilan tang. Shunga bu yerda
bizningki Uyg'ur aktivistlarimizning, Uyg'ur siyosatchilarningki yoki xalqimizningki arablardan bek umidsiz bo'lib qolmasligi, har vaqt umid bor turishi. Buni har vaqt ta'kidlab turyapman. Chunki yuqorida deganimdek, arablar bilan islom ellari bilan Xitoyning o'tirishga munosabat kuchaygan siri bu yerda 35 million bir musulmon xalqniki zulmga uchrayotganligi, kommunizm bilan islom o'tirishdagi bu surkilishniki yuqori pallaga qarab ketayotganligini aql egasi bo'lgan har qanday inson buni ko'rib yetadi. Xitoyning u yerdagi qizil tashviqotlari elib berayotgan zulmlarning oldida ya'ni o perdesini yep ulgurolmayotidi. Shunglashqa xalqimizniki bu 2 milliard musulmon dunyosini nazardan saqlamasligi har vaqt ya'ni umid bor turishini buni ta'kidlayman. Unutmayki bu arab davlatlarida Xitoyning ichida yuz berayotgan bu surkilish bo'libmi? Ya'ni oxirgi kunlarda Zhang Yusha va uningga o'xshash yuqori mansabdagi askariy qo'mondonlarning ushtumtut maqomidan olib tashlanishi, vazifalarini olib tashlanishi va ularningki har xil ittihamlar bilan Xi Jinping tarafidan Kommunist partiyaning yuqori qatlamlaridagi bu qalaymaqonchilikqa duchor bo'lishi Xitoy media, ya'ni arab medialarida Xitoy qarta bir andisha paydo qildi. Xitoy bu yerda bu zo'migarligini, Uyg'urlarga ko'rsatayotgan zo'migarligini o'zining xalqiga ko'rsatayotganligi, hatto bu surkilishniki o'zining sabdoshlari orasidami, ya'ni Kommunist partiyaniki yuqori maqomlardagi bu rahbarlar qatlamidami intayin yuqori pallada ekanligini bir qatim tunigan bo'ldi. Biz hammaga shohid 3 yil oldida xalqaro Interpolniki, xalqaro soqchining beshidagi ming familiyalik Xitoyniki ushtumtut g'oyib bo'lishi, 2 yil oldida bir qatim yine yuqori darajalik askariy harbiy qo'mondonlarniki vazifasidan olib tashlanishi va zaman orasida ya'ni poraxo'rlik, jazona yoki chet elga maxfiyatchilik oshkorlash, davlat maxfiyatchiligini setish degandek bu tuhmatlar bilan har qatim shunda bo'layotgan vaqtida ya'ni aql egalari, fikr egalari arablarning ichidami Xitoyga ehtiyot bilan qaraydigan bu zo'migar terrorizm tashkilotiniki kelgusida arablarga, musulmon dunyosiga, islom ellariga bir zo'r tahdid ekanligini tunib yetishga bir signal bo'lgan bo'ldi. Shuning jumlasidan ya'ni mayli BBC, 24 fransuz kanali yoki CNN'niki arabcha kanallari bo'lsin, yoki Al Jazeera yo arab dunyosiniki mashhur medialari bo'lsin, bu xabar Xitoy ichidagi bu o'zgarishlar intayin kuchli bir nimada qarshilandi, ta'sir ko'rsatdi arab mediasiga. Yani bunu ko'rib olishga bo'lganki, Xitoyning ichidagi bu ig'ir surkilishlarniki bu Kommunist partiyaningmi qirib, chirib biyaliga bo'lganligi, 70 yosh, 80 yosh Xitoylarnikimi o'zining davlatiga emas, o'zining shaxsiy manfaatiga qarab ishlayotganligi, buning hargizmi kelgusida arablarga bu Kommunist partiya o'rniki davlat idora qilishda bir o'rnak bo'lolmayotganligiga haqiqiy manda olgun, pishqan siyosatchilar buning xatirini tunib yetgan bo'ldi bir qadar. Biz Sharq Turkistonliklar o'zimizniki islomiy kimligimiz, 2 milliard musulmon dunyosi bilan bo'lgan beg'imiz, Türk dunyosi bilan bo'lgan beg'imizga shunda ko'ngil bo'lib turayotgan vaqtimizda buni har vaqt to'g'ri shaklda bildirib, arab dunyosi, islom dunyosi bilan bo'lgan aloqamizni yaxshi tutgan chog'imizda va xalqimizga bu sohadagi aloqaniki tarafdorligini yuzaki holatda xos tanqidiy nazarimiz bilan emas, bir umid nazari bilan oldik. Bundan keyin munosabatli imkoniyat bo'lgan miqdorda kanallarimizni har vaqt, ya'ni aloqa kanallarimizni kengaytirish va kuchaytirish to'g'risida ba'zi takliflar bilan bu masalani xulosalash mumkin. Ko'pdan ko'p rahmat.
Nihoyatda yaxshi to'xtalib bergan bo'ldingiz. Hamda keyingi savolga kelsak, hamda sizmi nimada Arab Arab Xitoy munosabatlarida biz Uyg'urlar ravoqtashlar deganingizdek tanqidiy nazar bilan yoki bir tayoq deydigan shaklda qilib kelgan bo'ldik yoki ba'zi vaqtlarda o'chmanlik qilgandek bo'ldik. Chunki hamda bu bir irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millat uchun bu hamda xato tushunmasi bo'ldigan avval ammo buningga bir tirishchilik ko'rsatish lozim deb o'ylayman. Siz bu shu nima qilish jarayonida arablar Xitoyning hozir ahvoli irqiy qirg'inchilik ahvolini hozir bizga yurgizayotgan. Shuni qilish jarayonida qanchalik unumga erishdingiz, ani keyin qaysi shaklda qilsak teg'imi to'g'ri bo'lganligini his qildingiz. Rahmat. Meniki shu qisqagina 8-10 yillik tajribam Arab dunyosiniki yani rayon itibari bilan intayin hassas, inchga mushunda bo'lish tarafini. Undan keyin hukumatlar bilan xalqqa qarta bizning xalqimizniki farqli muomala qilishini tushunishda Arab dunyosi, islom dunyosi degan chog'imizda bu yerdagi hukumat va hukumat vakillari bilan xalqni ayirib muomala qilishninki muhimligini buni xulosalab chiqdim. Undan keyin bu Arab dunyosi degan chog'imizda O'rta Sharq har vaqt kriz, qalaymaganchilik, ichki urushlar bilan davomlashib keldi. Bularmi oxirgi 15 yildan beri. Shimoliy Afrikadagi davlatlarmi bundan mustasno emas. Hem Şimal Afrika'daki devletler Fransa, İtalya, Angliya qatarlıq devletlerindeki siyasetlerinin tesiri aslında. O'rta Sharq Amerika'nın tesiri aslında. Muşunda tuğan mürekkep hayatta bu Arab devletlerinin işinden bir qancha devlet, mesela bultu yıkılgan Bashar Asad hakimiyeti ve Irak'niki aslındaki sosyalist bir düşünce asasideki Saddam'dan qilib qolgan bir iqim bazı Yemen qatarlıq devletlardaki yani Xitoy ishtiyoqi, yani komünizm, sosyalizmga bo'lgan bu ishtiyoq tahi üzüp nimasidan yo'qolgan emas. Shunglashqa hem İran Xitoy munosabatimi bu Arablarniki yani bizning davoimiz qarta ko'rgan, yani tutgan pozitsiyalari farqli. İran nuqtasini aytgan chog'dami. Shunglashqa meniki tajribamga asoslangan chog'imizda Arab dunyosi islom ellari degan vaqtimizda hammani betarafda haydamaslik. Yani bıraklam Arablar hammasi badaviy xalq, Xitoy bilan bir sapda biz Uyg'urlarni setib hajlaydi degandek bunda musbat, manfiy gaplardan yiroq turib, amal bu Arablarning ichida xalqga bevosita muxotab bo'ladigan fikr insonlari, ideologiyaga vakillik qiladigan jamoatlar, islomiy harakatlar, ondan başka akademisyenler ve yani sosyal medya fenomenleri akademik sahada tunulgan, meşhur olan insanlar bilan aloqa qilishninki davoimizga bakroq foydali ekanligini tunib yetdim tajribalarim asosida. Men ham shu qatorda shu universitet, tadqiqot markazlari, har xil institutlarniki mutaxassislari bilan yani Xitoy haqidagi tadqiqotlarga mushu jarayonda bizningmi biroz cho'nqilishiga men hassa qo'shgan bo'ldim. Bizniki Uyg'urlarning ichidan arabchasi yaxshi yoki inglizchasi yaxshi qarindoshlarimizning mushunda Xitoyni tushunish tarafdoridagi arablar bilan mediatik halaqa media sahasida mashhur bo'lgan insonlar bilan, akademik sahada mashhur bo'lgan insonlar bilan aloqasini kengaytirishniki davoimiz, adil davoimiz va vatanimizning kelajagi uchun qilayotgan harakatlarimiz, mayli siyosiy yoki aktivist harakatlarimiz olsun, buning uchun foydali ekanligini men ko'rmanlar bilan, xalqim bilan o'rtoqlashaman bu nuqtada. Bundan başqa yana qo'shashga tegishli muhim bir nuqta, sosyal medyalarda, ijtimoiy taratquv vositalarida bizning davoimizni to'g'ri shaklda anlatadigan ish nihoyatda ajiz. Bo'g'illarmi ba'zan yolg'on xabarlar, yani olishang'u
manbasi aniq bo'lmagan xabarlar degandek bu narsalarni o'tirg'a atamiz. Undan keyin Xitoyniki yolg'on tashviqotlari buni ba'zi qilib turib, bizning ya'ni haq anlatayotgan davoyimizni yolg'onga chiqarib bizga hujum qilyapti. Bu bizning bir xatoligimizdir. Buni o'ngishimiz, ya'ni buni o'ngshashga chaqiraman. Undan keyin bu sohada o'tirg'a chiqqan yoshlarimiz, ustozlarimiz, Uyg'ur qarindoshlarimiz, ya'ni aktivistlar, har sohada xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz, ya'ni sanoqliq, noyda oz. Bunda bo'lgandan keyin qaraganlar darhallam, ya'ni Xitoyning tashviqoti qaragan chog'da biz kichik bir hajmda harakat qilayotgan bo'lgandan keyin ba'zan arablar shak bilan qaraydigan. Bizning Uyg'ur davosi, Sharq Turkiston davosi degan chog'da sal yuzaki qaraydigan ahvollar mavjud. Buni tugutish bir chorasi yana har vaqt bu Arab dunyosi, islom dunyosi qarta tashviqotlarda aktiv. Qatarda, Kuvaytda, Misrdagi har qaysi islom ellarininki yig'ilishlari, cho'ng yig'inlari, ilmiy muhokama yig'inlari qatorliq faoliyatlarga aktiv qatnashish bu ya'ni kamchiliklarni to'ldirudi. Ya'ni harakatimiz, faoliyatlarimiz ya'ni necha palla taraqqiy qildirishga muhtoj. Köpten köp rahmet. Bu to'g'riliqni aytdik. Xo'sh. Yaxshi to'xtalib berdingiz. Endi abay siz mi deb o'tdingiz masalan, nimaninki bilan hukumat bilan xalqni ayirib o'tishimiz kerak deb degan bo'ldingiz. Endi hukumat normalda Türkçe yaptırım gücü deydi. Başka devletler bilan munosabat qilgan vaqtda nima qilalaydi? Buni bir siyosatga aralashtirib bunun bir qaror chiqarib qilalaydi, ammo xalq yoki media kuchlari asosan bunga masalan bir ovoz chiqara olgan bilan biroz belgilik bir yerda kecha to'xtab qoladi. Siz Arab hukumatlarning bu Xitoy munosabatida qanday tutum berayotganligi yoki yaxshilanish qilib berayotgandi yoki yomonlash qilib berayotgandi, qaysi shaklda bo'lyotdi? Shu to'g'riliqni bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Rahmet. Yani Arap devletleri, bu Orta Şark'taki Arap devletleri hakikaten bu Amerika'nınki bazı hata siyasetleri, stratejilik bazı hatalıklar. Onun başka Arap devletlerindeki bu en inçki mesele olan Palestin meselesinin kayta yani oturgu çıkışı 2023 10. aydan itibaren bu yükselgen Gazze meselesi, terakki kılan Gazze meselesi. Onun başka Ukrayna, Rusya meseleleri tedrici halette, yani Arap devletlerininki rehberleri, yani padişahlık aileleri bu numarlarınki Avrupa devletleri, Avrupa Birliği ve Amerika'dan boğan münasebetininki tedrici halette acizleşişe yol açıdı dep bunda qarğalık için. Birinci taraftan. İkinci taraftan Xitoy bilan geopolitik bunda hemkarlık asasida kelgusida hem bunda coğrafiyalik noktadan hem iqtisodiy noktadan bularninki kelgusinin ortak ekanligiga qanoatga kelib qoldi. Asasen Arab devletleriniki. Muşunda bo'lganligi uchun Arab devletleri bu yerda biz 30 milyon, 35 milyon Sharq Turkiston xalqiniki bu huquqini qo'g'dash, bizningki u yerda bo'layotgan zulmga mudohil qilish ishini betarafga qarab qolib turib, tabiiyki bu yerdagi iqtisodiy manfaatlarni davlatlar o'rtasidagi, bularmi Xitoy Arab davlatlari o'rtasidagi diplomatik munosabatni taraqqiy qildirishni, ya'ni birinchi o'ringa qo'yaylik. Bu nuqtadan qaragan chog'imizda Arab hukumatlari, Arab davlatlari hukumatlari Xitoy bilan har vaqt aloqani taraqqiy qildirish, buni yuqori pallaga ko'tarish tarafdori. Ammo bu Arab davlatlarining ba'zi qarorlariga ta'sir ko'rsatadigan musulmon, bu yerdagi musulmon Arab xalqi, islom ellaridagi umumiy xalqga vakillik qila oladigan, ya'ni fikr jihatda, ideologik jihatda ta'sir kuchi bor jamiyatdagi ilg'or ulamolar, tashviqotchilar, da'vatchilar, sosyal medya
sohasida oldiga chiqqan kishilar har vaqt bular bu aloqaning bu darajada taraqqiy qilishining xatarlik ekanligi. Bu yerda Uyg'ur qarindoshlarniki, Sharq Turkistonliklarniki haq huquqining ya'ni har vaqt gündemde bo'lishini tashabbus qilyotidi. Yuqorida deganimdek, Xitoy Arab hukumatlarının o'tirishga munosabat taraqqiy qilgan sari bizningki da'voyimizningki muhimligi shuncha o'tirg'i tukilyotidi, qo'yilyotidi. Shunglashqa bu yerdagi Arab davlatlarininki hukumatlarninki media sohasiga yoki mashhur shaxslarga qo'ygan bu yaptırım kuchi Türkçedeki. Halaqa besimi bu narsa jiq ortmaydi. Madamki biz Sharq Turkistonliklar bu da'voning vakillari, asli egilari maydonga o'zimizni pido qilib o'tirg'i chiqarsak, g'ayratimiz, shijoatimiz bilan, ixlosimiz bilan bu da'voni to'g'ri shaklda anglitishga tirishsak, hamon bizning ovozimizni anglaydigan, bizning yanimizda turadigan, ya'ni xalq, musulmon xalqi, diniy qarindoshlarimiz har vaqt biz bilan bir safda ekanligiga buningda shak yo'q. Ya'ni da'voyimiz qancha Arab Xitoy munosabatlari taraqqiy qilgan sari xalqning oldidagi, ya'ni Arab islom allari xalqining oldidagi da'voyimizning o'rni shuncha yuqori ko'tarilyotidi. Yani buningga ya'ni sus qaramasligimiz kerak. Har vaqt tanqidiy nazar bilan qaramay, ijobiy nazariya bilan qarab, ya'ni amaliy harakat, amaliy faoliyatlarimiz bilan yana bo'shashmasligimiz, bu sohadagi bo'shliqni to'ldirib berishimiz intayin muhim deb qarayman. Köptün köp rahmet. Doğru deysiz, biz nurgun vaqtida bir tayaqda geldik sebeplik nurgun nästin quruq qevatimiz nemiz Uyg'urchadagi bir maqal temsildan izhor qilsak buni. Yamallığa kamning xo'jini bosh deb buni sinab bakmay turib, to'xtamay buni joriy qildirmay turib, işimizni davamlaştırmay turib, bu yamallıgan bilen ular bizni tushunmaydi. Ular bizni tushunmaydi, tushunmagandikin xata siyasetler bizga qarta nemiz ba'zi deb o'tganimizdek xata yolg'on tashviqotlarni qo'shib qo'yganlik sababli bu yerda bir iniqsizlik bo'lib kelyapti. Bu jihatdan siz buni yaxshi to'ldirib kelyapsiz deb o'ylayman. Alloh razı olsun. Shuni to'xtamaylik. Neyimiz sabırcılık bilen neyimiz tama kül bola degan şekilde to'xtamay anlatıp qilsak, bunun bir içiladigan bir bo'ladigan bir yeri keldi. Shu ashiya kelgan vaqtda bu içiladi. İnşallah bunun shunday bo'lishi tilakdoshmiz. Keyin hozirgi bu Arab islom Xitoy munosabatlaridan sirtandi. İran to'g'riliq biroz to'xtalamdik. İran hozir biraz Amerika nim qilimiz deyotdi. Urush qilimiz deyotdi İran bilan. Bir to'xtaymiz deyotdi. Buni da men ba'zida Epstein dilollar degandek buni sabab bo'yotdi. Bunun to'g'riliq bir qisqacha to'xtalib beramiz siz oxirgi nimamiz bor ekan shu to'g'riliqqa to'xtalsangiz. Rahmat. Vaqt munosabati bilan yana xulosalasak, bu yaxshi tema bo'ldi. Bizning da'voyimizga intayin yaqindan munosabati bor. Endi İran intayin murakkab bir davlat. O'zi Shia diniy asos qurilgan bir hukumat. Ammo qurilgan kundan tortib islom allariga bo'libmi bizning Sharq Turkiston 80-yillar, 90-yillarning boshlarida. Ama afsus İran qurilgandan ta bugunga qadar bizning Sharq Turkistonliklarga foydali bir tutum, ya'ni hukumat bo'lish sifati bilan bizga foydali bir pozitsiyada bo'lib boqmadi. Har vaqt Rossiya Xitoyning yanında turdi. Kunimizda taraqqiy qilib hatto 2008-2007'lardagi İran Amerika munosabati, İran Yevropa munosabatining intayin yiriglashgan, nacharlashgan sharoitidami Xitoy İranning yanında ekanligini bildirib turdi. Xitoy İranning neftlarini sotib olish orqali, har xil siyosiy yordamlarni berish orqali, diplomatik yordamlarni berish orqali İranning yanında turgandi. Ammo afsus İranliklar Xitoyning shu sözdeki yardımı, diplomatiya yoki siyosatan yordam kelimalariga aldanib, bu yerdagi men uchuq davatiman. Yani hukumat qurilgandan tortib
bizning Sharq Turkiston xalqiga bir foydali bir pozitsiyada bo'lib bakmalık. Sebebi devamlı Xitoy bu İran hükümetini aldap geldi. Hem de günümüzde İran tıxım bek murakkab bir krizisga qarab ketyapti. İchki jihatdan qalaymaqanchilik har kun degudek hozir bir oyda bo'lib qoldi. Hukumatga qarshi İran xalqi farqli yerlarda namoyishlar bo'lib ketdi hukumatga qarshi. Siz bilasiz, ko'rmanlarimiz biladi. 2 ay oldidagi urushlarda İran'ın yuqori darajalik rahbarlari, askariy qo'mondonlari o'ldirildi. İsrail, Amerika birlashma askariy hamlasida, ya'ni zarbasida. Hozir yana urush ochimiz İran'ning bu qurollarini tugutimiz, uni qilamiz, buni qilamiz deyotdi. Ammo Xitoy necha vaqtdan beri bunda suiiste'mol qilib kelayotgan İran Xitoy munosabatini yoki bu yerdagi diplomatik munosabatini hech bir yerda so'zlamadi. Mayli masalan Birleşken Devletler Teşkilatı'daki bexatarlik kengashida bo'lsin, yoki diplomatik sohalarda bo'lsin, yoki medialarda bo'lsin, İran'a yordam berganligini keskin bir pozitsiyada ifodalamadi. Nima demoqchi? Oxirida Xitoy o'ziniki mushunday yaqin, xuddi o'zining bir viloyatidek qaraydigan, İran o'zini intayin yaqin bir homiyimiz yoki do'stimiz deb qarayotgan Xitoy hozir bu hodisalarga sukutlam qilib turyapti. Hozir masalan Amerika, İsrail İran'a udi deyli taxminanga. Yana Xitoy sukut qilib hech qanday bir mudohala qilmaydi, yordam qilmaydi. Bu echinishli holatni İran burundan tortib yaxshi qilolmagandi. Demak, bizning da'voyimizniki suiiste'molga urush duchor bo'lishi, İran tarafdan davomli yordamsiz tashlab qo'yilishi bu İran'niki mayli davlat olsun, mayli xalq sifatida olsun cho'ng bir xatolik edi 40 yildan beri. Bu xatolikning bedelini oldimizdagi kunlarda ya'ni balkim nurg'un ziyonlar bilan to'laydi. Shunga bu krizlar hozirgi masalan Amerika İran o'tirishidagi bu surkilishlar binasini o'tirib qo'ydi bizga. Oldi bilan bizningki da'voyimizning, haq da'voyimizningki suiiste'mol qilinishi mayli qaysi davlatdan bo'lsin, bu o davlatga yaxshilik qilib kelmaydi. Mayli qaysi davlat bo'lsin. İran'niki bu İran bir misali bununki. İkinciden yani Xitoy bu yerdan uchuq bir uchur bor. Xitoy o'ziniki ishidan boshqa ishga qat'iy bunda sirtda yordam bermaydi. Xitoyning strategiyasi bu bor. Ammo buni bu rayondagi davlatlar bunu hozirgi İranni misol qilyapmiz-ku. İran buni burun idrok qilmagan bo'lsa, bundan keyin idrok qilish kerak. Bizning da'voyimizga yani qaytadan bu İrandami hatta İranda yangi hukumat almış qolgan taqdirda masalan bizning da'voyimizniki İran xalqining oldidagi, hukumatining oldidagi o'rnini tunutishimiz kerak. Hozirdan tortib harakat qilishimiz kerak. Ikkinchidan İran Xitoy o'tirisidagi bu sadoqatning, bu do'stlikning, diplomatik do'stlikning hech qanday ishqa, hech qanday xavfga bir xavfning oldini olishda, bu krizislarni hal qilishda foydasi bo'lmaganini yangi qurilgan Suriya hukumati masalan. Yangidan ba'zi saylamlar, har xil narsalar bo'layotdi Iroqda. Iroqda yangi tashkillangan hukumat, Iordaniya va boshqa masalan Yamandagi yangi masalan siyosiy ilgirlashlar, siyosiy harakatlar, siyosiy partiyalar bundan intayin yaxshi ibrat olishi kerak. Endi ibrat olishlam bu ishga yetmaydi. Yana biz Sharq Turkistonliklarga ehtiyoji bor. Biz Sharq Turkistonliklar har vaqt shu davlatlardagi hukumat vakillari, har xil tadqiqot markazlari, qaror markazlariga ta'sir qilishimiz, ular bilan har vaqt aloqada turishimiz, Xitoyniki ba'zi strategiyalarni tushunishda, Xitoyni cho'nqurlab tushunishda bizning yordamda bo'lishimiz ham insoniy bir vazifamiz, ham da'voyimizga yordam nuqtasidan intayin kechiktirmaydigan, ya'ni kechiktirishga bo'lmaydigan bizningki majburiyatimiz deb o'ylayman. Xulosalasak bu İran Amerika o'tirisidagi surkilishlar bizga da'voyimizni suiiste'mol qilgan hukumatlar buning hamon bedelini to'layotganligi, Xitoyga ishonishninki haqiqatan xatarlik bir oqibat ekanligini bizga isbotlab bergan bo'ldi.
Köpten köp rahmat. Hamda bu neymiz Arab Xitoy munosabatlari, Samandar munosabatlari to'g'riliq bir to'xtalgan bo'ldik. Ko'rmanlar nihoyatda qiziqarli bilan ko'rib, hozircha ko'rib kelyotdi. Shu nimada yayındımı? Müşahitçe. Nihoyatda yaxshi to'xtalib aytdingiz, köpten köp rahmat. Undan keyin buni hamda yana men bir xuloslasam, Arab elleriga bo'lgan masalan buni Uyg'ur davosini anglatish bo'lsin, Xitoyninki qancha qo'rqinchli ekanligini tushuntirish bo'lsin. Bu jihatdan degandek siz degandek yetarsiz bo'lib kelyotdi. Arabcha biladigan masalan islomiy ilmlar o'qigan degandek nurg'un qarindoshlarimiz bor. Shundaqdimi bu yerdagi bir yetersizlik bor. Buni bir davomlashtirib anglitib qilib kelgan vaqtida hamon bir kuni buning natijasini ko'ra olamiz deb qarayman. Müşahitçe anlap bergen qarindoshlarga köpten köp rahmat. Bizni qo'shib olishinglarni, buningga bo'lgan savol takliflaringlar bo'lsa so'rasanglar, biz keyingi qatimki programmalarda buni yo'ritib berishga tirishamiz. Köpten köp rahmat. Kelar qatim programmamizgacha omon bo'linglar. Allohga omonat. Allohga omonat. Rahmat.